Assalomu alaykum Arashan ishqibozlari, chorva suyuvchi do'stlarimiz. Mana biz Jallovot shahrida Bozorqo'rg'on degan shaharchaga yetib keldik. Inshaalloh shu Millanbay akamning qo'ralariga. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Millanbay aka. Alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisiz aka, charchamasdan? Yaxshi, Xudoga shukr. O'zingda yaxshisizmi? Yaxshi kelib oldingmi? Yaxshi, rahmatullohga shukr. Mana Yaxshi. hozir bir qo'ringizni yoritib bersak, qo'ldan kelgancha bu qaysi qo'zi qo'chqorimiz? Tak, bu Issiqkulskiy deb ot qo'yib qo'yg'im. Hozir 1 yoshga to'ldi bu. Qo'zi tish jarlik. Nimesini aytsam, Aqso'yokning qozisi otasi. 700'de Tilegova'dan algam. Tilektin Aliyevdan olgan. Tilektin Aliyeva'dan algam. Aqso'yokning qozisi yenesi jag'dan gigantning nevarasi. Maşallah, tabaraka. Svetli qo'chqor ekan, qo'zi qo'chqor. Svetlari hozir svetli rıjy. Bu aka probaga qo'yilganmi? Probaga bultur kuzda 2 onu qo'ydim. Hozir aprelning где-то bir 20'larında Xudo xolasa to'ldaydi. Maşallah. Mana qo'chqorni yaqinroq ko'rsatsak, kalla qismini obunachilar ko'rib baho berib qo'yinglar garabanosiga. Qulog'i bo'yi necha dedingiz? Qulog'i 20 plus, bo'yini tog' o'lchaylikmi hozir где-то 96-97 chiqsa kerak. Suvaylari, dumbasi, tikkaligi. Maşallah, ko'rib baho berib qo'yasizlar obunachilar. Kallalarga ahamiyat beringlar. Qo'zi tishda hozir. Qo'zi tishcharilak. Endi yorar ekan. Hozir chip qo'yilgan, film karta berilak. Zamir qilaylik-da poka. 1,5 yosh bo'lganda zamir bo'ladi. Bunday qismini ham ko'rsataman obunachilar. Razrezlarini sizlarga ko'rsataman. Mana razrez idealniy qo'zi qo'chqor 1 yoshli, endi 12 oylik bo'libdi-da. 12 oylik. Maşallah. Ko'rib baho berib qo'yinglar. Qo'chqor sonun ekan. Maşallah. Ko'z tegmas. Yana bitta parametrini aytib o'tib ketaylik, qulog'i, bo'yini. Bo'yini kuzda o'lchagan bo'ydan o'lchanilak, hozir где-то 97-96 chiqadi. 97-96 cm qulog'i. Quloq 20 plus. 20 plus, maşallah. Sotilmaydi tomoshaga? Yo'q, sotilmaydi. Yuranga Xudo xolasa. Maşallah, bitta ko'rib baho berib qo'yinglar obunachilarimiz. Maşallah deb qo'yasizlar. Go'zal. Bunga necha yil bo'ldi boshlaganingizga seleksiyani? Arashanni boshlaganimga 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Birinchi yili жаңы boshlaganda adashdim 1 yil. Ondan keyin yaxshilab izildeb, surashtirib, Bishkek jaqlarga borib, mehnat qilib, ko'ldan qo'chqorni olib keldim o'sha Tilegovadan. Qo'ylarni Qarabalta, Bishkekdan olib keldim. Yaxshilarini tanlab. O'shantib yigiliklarga jetib o'tiramiz. Uji natija bor, rezultat bor. Xudo xolasa yuzurini ko'rib o'tamiz. Bultur 40 boshqa jetkirgem. 40 bosh bo'lgan. Anan saroyim kishnelik qilib, bu saroyni жаңылап, kengaytib, qo'ylarni sotib, bundan aviyasda yerlarni жаңылап, Xudo xolasa shart tuzdim qo'ylarga. Maşallah. Endi maqsad nechta bosh qilish? Necha boshga olib chiqish? Maqsadim bizde boyaqi jayloo olish uchun 50 boshqa jetkiram men. 50 boshdan oshirmay, 50 boshdan nari уже qiyinchilik qilib qo'yadi. 50 bosh bo'lsa yetadi deysiz-da. Bizde qoro tor uchun o'shog'ile nima bo'lganda rashat olingan. Maşallah. Hozir endi qo'ylar ko'rsatsak, keyin qo'zilarini ko'rsatsak elga. Bir ko'rib maza qilishsin, tomosha qilishsin. Obunachilar hozirgi qo'chqorda haydi. Mana o'g'illari, bolalari, xullas o'zilari. Maşallah, tabarak. Millanbay aka go'zal tushibdi bolalari. O'zlar bu yil yaxshi tushdi, Xudo xolasa. Svetli tushibdi. Maşallah.
Bir-biridan go'zal. Liniyasi Shiroki'nin nemalisi liniyasi. Cherokee liniyasidan. Belıy'nin nereleri? Belый Beliydi qo'chqor. nevarasi. Ketib qoldi u. Akir. Maşallah, maşallah. Hozir bilan necha oylik bo'ldi? 1 oylik bo'ladi. 15 kunlik. 15 kunlik. 15 kun bo'lib qoldi. Maşallah. Qani kiringlar. Ichkarida olamiz. Ey. Kirgilar. Kiringlar. Ha, qo'zilar. Hozir necha bosh bor bu yoqda? Qanday deysiz? Necha bosh bor deyim? Qo'zilardan az 13 bosh bor. 13 bosh qo'zi. Qo'chqor, urg'ochi hammasi bor. 3 qo'chqor qolgan urg'achida. Qo'zilar do'stlarimiz ham mashalloh go'zal. Tomosha qilib qo'yinglar. 15 kunlik ekan. Inshaalloh. Aka necha tishdan necha tishgacha? 4 tish, 6 tish qo'ylar jalan. Gulver Gulliver krasavchikning liniyalari. 3 xil, 2 xil, har xil liniyadan bor. 2 liniyadan bor. 2 liniyadan. Aha. Mashalloh. Qo'ylar bitta ko'rib qo'yinglar. Chan qopoltira. Suv yo'q bular. Qo'ylar yaxshi bir-biridan. Bo'ylari, parametrlari qanaqa? Qo'ylari 85, 86. 85, 86. Mana kirdi. Bayroq qanaqa turib qo'yirdi Ha, bular. kirdi. Bog'lasa. Necha mahal boqasiz bular aka? Ularni ertamadan arpa bilan jugori berem aka. Aha. Ana orqasidan gevak berem. Kepak, makka kepak. Ana bu yerda cho'p berem ertamadan. Aha. Oldi obedda bir cho'p berem dedi. 2-3 mahal boqadimi? Kechki moldagi jem berem. Ha, 2-3 mahal boqasizlar. 2 mol jem, 3 mol cho'p. Cho'p deganda beda bo'ladi, Beda, obunachilarimiz mana beda. Mana bundaqa beda. Ko'kmay bedalardan berishar ekan. Mana mashalloh deb qo'yamiz. Obunachilar. Obunachilar, qo'ramizni ko'rinishi. Mana shunday qilib qurgan ekanlar. Tepasiga loy bosilgan, Loy tepasi. bosilgan cho'pchilar. Endi bu yoq yangi ekanda, bu yoq. Yo'q jan. Bu yoq tarafda hozir ko'rsatib olsam. Mana oxiri qanaqa qurilgan. Ko'pchilik so'raydi, oxirlarini ham ko'rsating. Shunaqa qilib qilsa bo'ladi mana. Chachib yormaydigan qilib bu yog'i past, bu yog'i teparoq qilib. Mana bitta qo'zilar kirib ovqat yeydigan joyini qilingan, alohida loy bosilgan tomiga. Ko'rsanglar mana mashalloh deysizlar. Mana bu tarafi endi yangi ekan, hozircha sklat to'p turibdi deydilar bu tarafda. Hozircha endi bitadi bu yoqlar. Endi bitali aka, xudo xolasa. Endi xudo xolasa. Obunachilarimizga ne deb qolasiz? Tak, ko'rarmanlarga, YouTube ko'ruvchilarga aytarim. Arashanmaga o'tkili, sandan sapatga o'tish kerak. Vaqt keldi уже. Jaydari qo'ydan 100 ni boqqandan ko'ra, bundan 10-15 ni qarmagan Yaxshiroq. yaxshi bo'ladi. Etidagi, aqchasidagi. Go'sht tomoniga ham, pul tomoniga ham yaxshi. Alloh rozi bo'lsin. Ana hurmatli obunachilar, sizlar bilan Muhammad Ali bo'ldi. Qo'ldan kelgancha obzor qilib berdik. Ayb ko'p yurmaysizlar. Sizlar uchun maxsus reportajimiz Arashan uzubi seleksiyasi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Millan baykam sizlar bilan.